Chaqaloq parvarishi birinchi qism. Kindik parvarishini o'rganamiz. Yosh onajonlarni aytadigan narsasi bolani kindikini zelyonka, Perex yoki bo'lmasa spirt surtish. Hozirgi vaqtda, ya'ni butun dunyo sog'liqni saqlash standartlarına göre chaqaloqning kindikini hech qanday spirt, zelyonka yoki bo'lmasa Perex surtish shart emas. Faqatgina oddiy suv bilan tozalash, ya'ni tozalikka rioya etish. Bu onamiz ham zelyonka surtib qotayotgan. Bu narsaga hech qanday zelyonka surtishimiz shart emas. Faqat ochiq holatda quritishni tavsiya etamiz. Biza pamperslardan foydalanjakda ko'pchilik onajonlar pampersni kindik tushmagan holatda ustiga yopib kirzadi. Biz bunday holatda kindikdagi havo almashinuvini buzamiz, ya'ni kindikni qurishini to'sqinlik etamiz pampers orqali. Pampersda, ya'ni havo kirmagan joyda mikrob tez ko'payadi. Buning natijasida kindik yo'li orqali bolaga infeksiya tushishini yo'l yaratib bergan bo'lamiz. Asosan kindik tushmagan holatda pampers kiyajak bo'lsak, pampersni bukib, keyin yopishtirishni tavsiya etamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Keyingi videoda qachon kindikda biza muammo bo'lsa, ya'ni qachon kindikda patologiya bo'lishi mumkin, qachon biza qo'rqishimiz kerak, bu holat haqida tushuntirib o'taman.